G'usl vojib bo'lgan kishi g'usl qilmay turib soch, soqol, tirnoq kabilarni olib bo'lmaydimi? G'usl qilmasdan olinsa qiyomat kuni qayta tirilganda shu qismlar g'usl qilinmagan, nopok holda qaytadimi tanaga deb savol yo'lladilar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Demak, g'usl vojib bo'lgan inson, ya'ni g'usl qilishi farz bo'lgan, janobat yetgan insonlar yoki hayz yoki nifosdan pok bo'lgan insonlarga g'usl qilish farz bo'ladi. Mana shu insonlar tirnoq, sochlarini g'usldan oldin, ya'ni janobat hollarida olishlarini kitoblarimizda makruh deb keltiriladi. Bu makruhligiga sabab dalil sifatida Imom Taxtoviy o'zlarining kitoblarida keltirgan, ya'ni Shiratul Islom, Sharhi Shiratul Islom kitobidan naql qilib keltiradilar bir hadisni. Hadisda aytiladiki, mana shu olingan sochlar, tirnoqlar yoki soqol mo'ylablar qiyomat kunida Alloh taolodan e'tiroz qiladi. Ya'ni Alloh taologa borib, so'ra qani bu bandangdan, nimaga bizni o'sha junub holida qoldirdi, junub holda tashlab ketdi, ya'ni olib tashladi, bizni poklamasdan tashladi degan bir da'voni qiladi degan mazmunda bir hadisni keltirganlar. Demak, mana shu hadisni mazmuniga amal o'laroq inson janobat holida tirnoq, soch, soqollarini olishliklari makruh hisoblanadi.